Italiya bo'ylab sayohatimiz aprel oyining boshlariga to'g'ri keldi. Juda ham sayohat uchun, qiladigan ishlarimiz uchun qulay sharoit edi. Asosan 3 va 4 yulduzli mehmonxonalarda qoldik. Shaharsozlik nuqtai nazaridan Rim tarixiga til ojiz. Bu yerda bir vaqtning o'zida zamonaviylik va juda ham qadimiylik, tarix birlashib sintez bo'lib ketgan. Iqlimi, daraxtlari umuman o'ziga xos. Avtomobillari kichkina o'sha parkovka uchun qulaylashtirilgan. Va har qadamda, hatto metroning ichida ham mana shunaqa qadimiy yodgorliklar bor. Ya'ni qadimgi yodgorliklarni bular shu joyni o'zida saqlab qolishgan, tegishmagan. Yoniga uy qurgan bo'lishi mumkin, yoniga restoran qurgan bo'lishi mumkin, ustiga restoran qurgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha qadimiy yodgorliklarni saqlab qolishgan. Shu ketishda to'g'ri afsonaviy Kolizey tomon yo'l oldik. Yo'l oralab qadimiy bog'lardan o'tdik. Uzoqdan Kolizey o'zining bor mahobati bilan ko'rina boshlaganda odamni boshqacha bir hislar chulg'ab ola boshladi. Endi bunday qadimiy va tarixiy bir obidani ko'rganda odam insoniyatni yaratuvchanlik qudratiga ham lol qolmasdan iloji yo'q. 1000 yillar oldin qurilgan mana shu katta bir maydonda 60 mingdan 80 minggacha tomoshabin gladiatorlar jangini ko'rib turganlik, qanchadan qancha odamlar qurbon bo'lganligini his qilishning o'zi odamni ancha gangitib qo'yadi. Va afsuski bu manzaralarni telefon kamerasida ifodalash juda ham qiyinligini ana shu vaqtdayoq his qilganman. Bu yer metrolari juda ham xavfli ekan, o'g'rilari juda ko'p bo'lar ekan. Hatto bir gal meni ham tunamoqchi bo'lishdi. O'g'rining qo'li sumkamga kirgan paytda uni ko'rib qoldim va tezda tortib oldim. Keyingi mehmonxonamiz bu monastirning ichida joylashgan mehmonxona. Tasavvur qilinglar, bizning mehmonxonamiz 1700 yilga teng bo'lgan monastir ichida joylashgan. Balki monastir pul topish uchun binoning bir qismini ijaraga bergan bo'lsa kerak deb o'yladim. Va bu mehmonxonamiz juda ham o'rtachadan pastroq mehmonxona edi, lekin shaharning markazida va turistlar kelib ketuvchi joy edi. Mehmonxonadan chiqib to'g'ri Vatikanga qarab piyoda yo'l oldik, ammo kirish oson bo'lmadi, sababi o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan nazorat juda ham kuchli va qolaversa shu borgan kunimiz Rim papasi o'sha balkonga chiqib odamlarga murojaat qiladigan kun edi va turli Vatikanda rituallar, marosimlar bo'ladigan kun ekan. Avliyo Pyotr maydonini aylangandan so'ng biz Avliyo Pyotr soboriga yo'l oldik va mana shu sobor, bilmadim, kameralarda buni ifodalash juda ham qiyin, juda ham katta mahobat va juda ham bir katta hashamat bilan qurilgan. U yerdagi har bir detal, har bir buyum o'zining tarixiga ega, juda ham katta mahorat bilan ishlangan san'at asari edi. Va to'g'ri, bu yerda ayrim nusxalar ham saqlanar ekan. Bu men uchun yangilik bo'ldi. Original nusxasi faqat Vatikan muzeyida saqlanadi. Bu esa Vatikan durdonalaridan
biri Mikelanjelo tomonidan yaratilgan Pieta haykaltarosh namunasi. Buni yaratganda 24 yoshda bo'lgan Mikelanjelo. Bu Iso alayhissalomni murdasini bag'riga bosib turgan Maryam siymosini aks ettiradi. Mana bunday yangi monumentlar ham bor. Vatikanda hamma narsa eski, qadimiy deb deyish noto'g'ri. Bir asrlik, 2-3 asrlik yodgorliklar ham bor. Afsuski, o'sha kuni Vatikan muzeyiga ulgurmadik kirib. Ertasi kuni esa birato'la Vatikan muzeyi yopiq ekan. Juda ham afsuslandim, sababi Sixtin kapellasini ko'ra olmadim. Quyosh botayotgan mahalda biz Trevi favorasiga yo'l oldik. Juda ham mashhur favora. 18-asrda qurilgan va odamlar bilan juda ham gavjum. Mazza qilib ko'rishning imkoni yo'q, lekin baribir mana shu manzaradan bahra oldik. Mehmonxonaga qaytdik va tunni o'tkazgan holda ertalab mana shunday katta bir terrasada, tabiat qo'ynida, qushlar bilan ajoyib manzara og'ushida mazza qilib nonushta qildik. Ertasi kuni ertalabdan yana Rim bo'ylab piyoda sayr qilishni boshladik. Rimning aholi yashaydigan joylari, kvartallari ham menga juda yoqdi. Juda ham ozoda va tabiat bilan uyg'unlashib ketgan. Va oralab borganingizda turli o'sha qadimgi sivilizatsiya o'choqlari, arxeologik markazlarga duch kelasiz. Har birining o'z tarixi bor, o'zini yaratuvchilari haqida ma'lumotlari bor. Bularni o'qib, mazza qilib hordiq chiqazasiz. Trastevere mavzeyi bo'ylab ham sayohat qildik. Bu Rimning aholi yashaydigan qadimiy mavzelardan biri va turistlar bilan doim gavjum. Bu yerda tushlik qilib Italiyaning mashhur margarita pizzalaridan yedik. Umuman olganda taomlanishdan muammo bo'lmadi. Go'shtli ovqatlari ham juda ham mazali. Rim ko'chalarida avtomobillar kishini ko'nglini ozdiradigan darajada ko'p emas, lekin baribir gavjum shahar. Biz Ispan maydoniga bordik. Ispan maydonida o'sha Ispaniya imperiyasi paytida qurilgan juda ham mahobatli ma'muriy binolar bor. Bu yerdan yuqoridan shaharni ko'rish mumkin bo'ladi. Mana shu joylarni kuzatganimizdan so'ng asosiy maqsadim bo'lgan Panteon ibodatxonasiga qarab yo'l oldim. Panteonga 2 marta bordim. Birinchisida kira olmadim, afsuski, juda ham katta navbat tirbandlik edi. Ikkinchisida 1 soat navbatda turib Panteonning ichiga kira oldim. Bu miloddan avvalgi davrlarda qurilgan bo'lib, avvalga o'sha majusiylarning ibodatxonasi bo'lgan, keyinchalik bu cherkovga o'zgartirilgan. Dunyodagi eng katta gumbazga ega va eng qadimiy gumbaz, juda ham katta gumbaz. Hozirgacha mana shunday saqlanib qolyapti. Bu ibodatxona haqida juda ham ko'p ilmiy, hujjatli filmlar ko'rganligim uchun mana shu ibodatxonani ko'zim bilan ko'rishni juda ham orzu qilib yurardim. Shu tariqa Italiya bo'ylab sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi.